Toychoni ko'ryapsizlar, BMW. Baribir BMW boshqacha deydi. Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar, kuninglar xayrli o'tsin. Bugun sizlar bilan M4 Competition M50 M paketini bitta obzorda ko'ramiz. Bu mashina eng fulli elektromobil, xarakteristikalarni bilasizlar, sразу aytamiz. Xarakteristikasi bitta zapas xodi bilan 560 km yuradi. 0 dan 100 gacha razgomi, 3.9 sekund, launch kontrollarigacha bor. Ot kuchi bo'lsa 544 ta o'rtoqlar. Hozir bu videoni ko'rib turinglar, va qiziq bo'ladi. Hammasini ko'rib test qilib ko'ramiz. Xo'p, bu mashina elektromobil. Men kecha bitta video chiqardim. Xitoy nemislarni urib qo'ydi mashina chiqarish bo'yicha deb aytuvdim. Negativlar ko'payib ketib qoldi. Men aytmoqchi bo'lgan narx bo'yicha haqiqatan urib qo'ydi. Nimaga desanglar, xo'p, Xitoyga ish chiqishi birinchidan arzonroq bo'ladi. Mana bu chiqib o'tgan hamma mashinalar, ko'p mashinalarni yarim detaldan ko'p o'zi Xitoyda ishlab chiqariladi. Ana o'shani hisobiga Xitoyda ishlab chiqarilgan mashina arzonroq tushadi. Bu hozir nemetskiy varianti Xitoy uchun ishlab chiqarilgan. Ko'rasizlar, o'sha nemislar ham Xitoy uchun mashina ishlab chiqaryapti. Bu degani, buni portlarda muammo bo'lmaydi. Bemalol olib o'zimiz orqali qo'yib yursanglar ham bo'ladi. Xo'p, ana endi sizlar bilan mashinani bitta ko'rinishini, bu mashinada nimalar borligini ko'rib chiqamiz. Bu mashinani o'zi qiziqqanlar biladi hamma narsani. Birinchi o'chir bu mashina eng nima deydi, legendarniy BMW qilib turadigan mana shu faralari bo'ladi, linzalari, ko'zlari. Xo'p, oldida 6 ta park tronikalari bor. Bu eng full varianti, 360 gradus kameralari, lekin vid haqiqatdan boshqacha deb bor-ku. Men o'zim to'g'risi Mercedes yoqadi menga. Men BMW Mercedesmi deysa, men Mercedes deyman, chunki uni komforti ko'proq bo'ladi, lekin hozir men buni haydadim. Yurishi, nima deydi? Bu sport mashinada. Xo'p, diskalariga keladigan bo'lsak, o'rtoqlar, bu mashinalar aytmoqchi, hammasi probegli. Bu ham 5000 km yurgan. Xitoydan uje faqat yengil emas, uje sekin-sekin yurgan mashinalar ham kirib kelyapti. Chunki shularga talab ko'proq bo'lyapti. Xo'p, buni diskalari, balonlari Michelin Sport Pilotga alishtirib qo'yilgan ekan. Razmeri keladigan bo'lsa 245 ga 40 R19 saka diskida turgan ekan. Xo'p, buni bilganlar biladi. Mana znacho'gini o'zi ko'p narsani hal qilib qo'yadi. Bakoy ma'mulari karboniy mana qilingan ekan. Bakoyda o'zi 360 gradus kameralari bor. Oynalari bezramishniy bo'ladi o'rtoqlar, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bu mashinani u yoqda uje navorot qilib qo'yishgan ekan. Mametlari alcantara qilingan, ko'rasizlar, bu yoqlar koja. Mana bu knopkalar, sidena pamitlari, 4 ta oynalari ham klientlar qilyapti. Uloqamiz. Alo. Xo'p, o'rtoqlar, davom etamiz. Telefon qilib qolishdi, klientlar qilishyapti. Xo'p, bu yoqlarga keladigan bo'lsak, o'rtoqlar, bu yoqda eshik blokirovkalari, bu yoqda oyna blokirovka, mana bu sidena pamiti bo'ladi. 4 ta oynalari avto, bu yoqda mana detskiy rejimlari bor, bakoy ligirovkalari. Bundan mana bosadigan bo'lsak, bakoy ham o'zi yopiladi mana. Bu yoqda Harman Kardondan o'zini kolonka pishalkalari, tagida kolonkalari bo'ladi. Mametda bo'lsa, bagaj ochish uchun joylari. Mametlari ham alcantarani sal puxtalog'ini yopishtirib qo'yishgan ekan, taqir-tuqir bo'lmasligi uchun. Xo'p, o'rtoqlar, bilasizlar, biz narxini boshida aytamiz. Hozir endi to'liq ma'lumot berib oldim. Narxi 68 ming o'rtoqlar. Bemalol pastda raqam qoldiraman. Egalari o'zining raqami, telefon qilib yana bemalol savdolashib olsanglar bo'ladi. Xo'p, bu mashinaga o'tirib oladigan bo'lsak, mana bu yoqlarni ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda polni faralarni ligirovka qiladigan joylari, o'chirib yoqadiganlari, rul polni multimedia bo'ladi. 2 ta displeysi bor. Endi u yoqdan kelasizlar, u yoqdan yana bitta ko'ramiz. Xo'p, ana endi bu yoqdan ko'radigan bo'lsak, mana sidenasiga bitta e'tibor berib ketaylik. Baribir mana boshqacha ощущениеda, jo'stkiyroq sidenalari, bakoy poddержкалari, endi sportga kiradi bu. Mana bu yerda M paket deb yozilgan. Atamankalari ham bor. Torpedkasiga keladigan bo'lsak, torpedkalari yumshoq material, mametlari mana karboniy qilib ishlangan. Bu yoqlarni ochadigan bo'lsak, mana o'zining kitoblari, o'zining joyi. Bu yoqlarni ko'rishingiz mumkin, barxitni qilib ishlangan va shu yerni taqir-tuqur qilmaydi. Xo'p, o'rtoqlar, bari bilasizlar, BMWlar skromniyroq bo'ladi. Bu yoqda mana jo'ssiylari bor, polimashda hamma narsani upravovat qilsanglar bo'ladi. Eng yoqqani menga sport, komfort, ekolarni mashina o'zidan sxodu boshqarib ketsanglar bo'ladi. Monitor kir, o'chir, yoqlar yo'q, mashina o'zidan sразу boshqarsanglar bo'ladi. Endi tepasini ko'raveramiz.
Biz sizlar bilan ko'p Xitoy mashinalarini obzorini qilganmiz, ko'rgansizlar. Ana endi buni ham hozir bitta sizlarga to'g'riroq ko'rsatib ketaman. Bu mashinamizda panorama emas, lyuk bo'ladi. Lyuki ham bor, shtorkasi ham bor. Xo'p, kelgan BMWda head-up displeysi bor o'rtoqlar. Head-up displeyni o'zingizlar to'g'rilab oladigan bo'lsanglar, tez ketayotganda bemalol yo'llarni, speedometr qancha ketayotganini ko'rib ketsanglar bo'ladi. Mana bu joyi bundoq qilib yopib qo'yib, bundoq qilib ochib yuborsak ham bo'ladi. Voh, mana planirligini qarang, ishlashini boshqacha ishlab qo'yadi. Xo'p, bu yoqlari endi smartfon deflektorlari. Ana endi o'rtoqlar, eng qiziq joyi, sizlar bilan bu mashinani bitta o'tirib, bitta haydab ko'ramiz, o'zingizlar hozir baho berasizlar. Xo'p, o'rtoqlar, endi sizlar bilan hozir bitta haydab ko'ramiz bu toshog'ini. Birinchi o'chir BMWga o'tirdinglarmi o'rtoqlar, обязательно remen taqish kerak bo'ladi. Remen taqib qolamiz. Mikrofonni mana bu yerga qo'yib olamiz. Men o'zim ham to'g'risini aytaman, M4 ni birinchi marta haydashim. Xo'p, hozir ko'ramiz mana. Srazi sportga qo'ydik. Bunda даже launch kontrollarigacha bor. Endi ularni hozir biz ishlatishimiz shart emas. Atak mana znak ko'zda his qilasizlar degan qanaqa mashina o'tirgan. Hozir mana log'ki bitta bosaman mana. Voy! Toychoq sakrashini ko'ryapsizlarmi? Xo'p o'rtoqlar, mana ko'rdinglar, yurishini ham, mashina lekin haqiqatan gap yo'q. Bu mashina aytmoqchi, podveskalarigacha bor, boya ham aytganman. Yurishi sportga qo'ysanglar o'zi jo'stki bo'ladi, komfort qo'ysanglar yumshoqqina masa qilib yursanglar bo'ladi. Kimga agar shu mashina qiziq bo'lsa, pastki raqamlarga bemalol murojaat qilavering. Bundan tashqari i3 ham, i4 ham, i5 ham bor o'rtoqlar. Rangi qizili ham, ko'ki ham, oqi ham xohlaganinglar bor. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Egalarimizning nomerini yozib qo'yaman. Hammaga rahmat. Ko'rishamiz. Yo'llar.